Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugungi mavzumiz qat'iyat blogerchilik to'g'risida. Bloger bo'lish, blogerlik bloger bo'lishda qat'iyat va intizom to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xullas, masalan, men o'zim adım Otaboyev Kamoliddin. Bu to'lqa blogerlik to'g'risida darsliklarim bor bu kanalda. Bu kanalning nomi Kamoliddin Otaboyev deb ochilgan. Bu kanalimda 70 ga yaqin odam bor, obunachi bor. Keyin blogerlik kurslarim ham shu kanalda mavjud, yopiq guruhda mavjud. Xullas, narigi kanalim, orqa kanalim Kamoliddin Otaboyev deb ochilgan. U bozor, narx-navo, reklama, tashqi reklama, xullas shular haqida. Unda monetizatsiya ham ochilgan, narx-navo, bozor sistemasi, xullas shundan xullas narx-navo, tashqi reklama, xullas hammasi shu kanalimda. Bu kanalimda 21 mingdan ziyod obunachi bor, 21.200 obunachi bor. Bu kanalimni 2020-yil ochganman. Bu kanalim ham почти 2021-dami, 20-dami ochganman, lekin bunda faoliyatni ma'lum vaqtlar qilmay qo'yganman buni ochganim bilan. Keyin ma'lum vaqtlardan keyin 1 yilmi, 2 yilmi bo'ldi. To'liq buni shu blogerchilikni o'rgatish va hokazo shu haqida boshlayman deb to'xtatib qo'yganman. Blogerchilik to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, do'stlar, men birinchi akkauntimni 2012-yilda ochganman. Rossiyada, Sankt-Peterburg shahrida ochganman. Birinchi akkauntim 2012-yil. 5250 degan telefonim bor edi, Samsung. Bu senzor ekranli telefonlar yangi chiqib boshlagan vaqtda edi. Shu vaqtda birinchi olib, shu telefonni birinchi akkauntimni shu vaqtda ochganman. Agar menga shu 2012-yil 22 yoshimda bo'lganman, shu vaqtda men shu blogerchilik qilib, xudo xolasa ertaga pul ishlasa bo'ladi deb kimdir aytganida, men shu vaqtda boshlar edim kanalni. Video tashlab, chiroyli, foydali, iloji boricha foydali videolar chiqarib borishga harakat qilish kerak. Agar men shu vaqtda birov pul ishlasa bo'ladi YouTube'dan degan vaqtda 2012-yil shu akkauntimni mustahkam qilib, login parollarimni bilib, chotga etib video yuklab boshlar edim. Lekin u vaqtda hech kim aytmagan, bilmaganmiz, faqat YouTube'ga girib video ko'rsa bo'ladi degan fikr bo'lgan bizlarda. Like bosishni, kommentariyada fikr bildirishni, hech narsa ma'lum emas. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangizlar, shu yerda podpiska tugmasi bor. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Keyin bir like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz ham mumkin. Keyin kimda-kim bloger bo'lmoqchi bo'lsa, SMM yuritmoqchi bo'lsa, SMMchilikni yuritacak bo'lsa, masalan, do'konlarini yuritacak bo'lsa, bizneslarini yuritacak bo'lsa ham, xudo xolasa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Keyin glavniyda ham girasizlar, nomerim bor. Yoddan ham aytib o'tdik-tamam. Bemalol Telegram, WhatsApp, pryamoy ham aloqa chiqishlaringiz mumkin. 550 558 90 99 shu nomerga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ismim Kamoliddin Otaboyev. Xullas, qat'iyat blogerchilikda eng birinchi qoidasi, birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi kanal ochamiz noldan, login parollarni mustahkam yozib olamiz qog'ozga, yo bir umuman o'chib ketmaydigan yerga joylaymiz, saqlanib qilamiz. Kanal ochamiz, keyin asta-sekin video yuklab boshlaymiz va haftasina bu moddanda 1-2 video tashlab boramiz. Keyin davomiylikni ta'minlaymiz. Davomiylikni yaxshi ko'radi bu. Internet sohasi, liboy, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram hammasi davomiylikni yaxshi ko'radi. Qani o'ng'arib bilsangiz, kunda 2 kundan bir video chiqarib borsangiz, haz etaveradi bu. Asosiysi davomiylik. Davomiylik nima kerak? Masalan,
Daşa damçı düşüp dursa pılç, pılç, pılç et. Daşni döşüvered. Daşni döşgen damçının güçü mü? Yok. Damçının davomiyligi bu daşni döşüvered. Davomiy duraveradi, döşüvered. Keyin ham qat'iyat. Qat'iyat degani bunday narsa. Men 2020-yilda boshlagan bo'lsam, o'zi hayotning o'zi shuningdek. 2020-yil boshlagan bo'lsam blogerchilikni har xil fikrlar yozdilar, guldilar ustimdan, mazax qildilar, boshqa qildilar. Xudoga shukr, orqa kanalim Kamoliddin Otaboyev deb yozsanızlar chiqadi. Taxyada turgan, orqani taxya qara, imbirni oq o'tgan taxyada turgan rasmim men bu Kamoliddin Otaboyev deb, men taniganlar bo'lsa. O'tsangizlar shunda 21 mingdan ziyod obunachi bor, gunda qo'shilib turibdi. Xudoga shukr, inshaalloh. Xudoga shukr, zakonni rivojlanishdi, tashqi reklamadan ham pul olib turibman, xudoga shukr. Monetizatsiyadan ham pul berib turibdi, xudo xolasa. Xudo xolasa nasib etsa inshaalloh pul yetganim ham video qilib nasib etsa inshaalloh chiqaraman. YouTube'ning monetizatsiyasidan pul yetganim xudo xolasa video chiqaraman, xudo xolasa inshaalloh. Chiqaraman. Har kanalga chiqarishim mumkin, bunda ham chiqarishim mumkin, может. Ana shuni o'tib ko'rishlaringiz ham mumkin bu kanalimga. Bemalol. Ana shunday gaplar do'stlar. Keyin ham qat'iyat. Qat'iyat kerak, o'ta. Qat'iyat, davomiy qat'iyat bo'lishi kerak. Davomiy to'xtatmay chiqarib borishingiz kerak, iloji boricha, qo'ldan kelgancha. Agar shu ishlardan ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, bir layklarni bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar kursda o'qijak bo'lsangiz, agar kanalingizni rivojlantirish kerak bo'lsa, kanalingizni analiz qilish kerak bo'lsa, kanalni rivojlantirish, obunachi ko'paytirish, конечно, zastavka qo'yish, keyin monetizatsiyani ham xudo xolasa o'rganib yuribman, shuni jarayonidamiz. Shunga do'ng bo'lgan jarayonlarni bilaman. Keyin nalogni ulash, keyin pul olishni ulash, xudo xolasa, masalan, YouTube'dan pul olish, bankdan hisob raqam ochtirib kelish, shuni bog'lash, ularni xudo xolasa o'rgandim. Xudo xolasa endi monetizatsiya ochishni ham xudo xolasa o'rganib olsam, undan boshlaymiz. Monetizatsiya lekin har xil bo'ladi. Ya kod gaming qilsa, bir oydan kerak bo'lsa 3, 4, 5 oylar ham cho'zilishi mumkin. Kod gaming qilsa. Shuning uchun gapar odamlarga tez keladi, bir oyning ichida. Gapar odamlarga 1,5 oyda, gapar odamlarga 2 oy, 3 oy. Bir oydan 4-5 oydan cho'zilishi mumkin. Kod kelishi, monetizatsiya ochgan payti. Shuni bilib qo'yishlaringiz kerak. Xudo xolasa uni ham o'rganib qo'yaman. Xudo xolasa uni ham qilamiz inshaalloh. Shuning blogerlik agar qiziqib bo'lganlar bo'lsa, kanalingizni rivojlantirajak bo'lsangiz, blogerchilikni boshlajak bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlari. Biz esa qo'ldan kelgancha o'rgatib borishga harakat qilamiz. Asosiysi davomiylikda. Siz buni ko'proq shunday bloger bo'lajak bo'lgan do'stlaringizga, qarindosh tog'alaringizga tarqatib qo'yaverasizlar. Instagramda ham kanalim bor, Kamoliddin Otaboyev deb yozasizlar, Ilm Najot deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ikkisida ham chiqadi meni kanallarim. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.